o'zim tushimni aytib beraman sizlarga. Bugun ko'rgan tushimni va tushdan sizlarga xulosa qilib beraman. O'zim aytaman, odam tush kunga tushmasligi kerak shu haqida. Yaxshi eshitinglar. Xullas men 15 kun oldin, bilmayman, bir 10-15 kun oldin примерно, 15 kun, 20 kun oldin tush ko'rdim. Tushimda men sizlarga bir aytganman, aytib beraman yan kelganlarga. Shunda o'tirsam, bitta xonada o'tirsam, it keldi. It mendan bir 3-4 ta shunaqa katta it keldi. Men qo'rqib ketdim, shunday o'ralib yotib oldim, yerga yotib oldim. It meni hidayapti, polni hidayapti. Tishlolmayapti lekin. Mana qilib meni izlanyapti-da it. Hidab polni tekshiryapti. Tekshiryapti. Lekin hozir mana tishlaydi deb keyin mayog'imga keldi. Tishlamadi. Mana endi tishlab o'ldim dedim-da men. O'ldim dedim. Qo'rqyapman. Mana biqinimga tishini qo'ydi-da, shu payti itni egasi kelib qoldi. Itni egasi kelib qoldi tashqarida. Keyin itiga hut dedi, itiga ketdi deganini qildi itiga. Egasi kapshonli. Men betini ko'rmadim odamda. No, sariq tanligini bilyapman, sariq tan. O'ris bo'lib o'ris emas. Xullas sariqdan bir yevropey bo'lishi mumkin. No, bunaqa arab emas. O'zimiz tomonda aziyat emas. Sariqdan. Shunday biqinimga tishini qo'ygan uyg'ondim, mana shu yerga sezdim, og'riqni sezdim-da, birini sanchiganini sezdim. Keyin ertasi turib olib rosa o'ylandim. Nimaga men uni nima qildim deb o'ylandim rosa. Itdan nimaga qo'rqdim deb. Sizlar ham o'zingizlar shuni bilib, shunday itlardan qochyapman, odamlardan qochyapman deyapsizlar-ku. O'sha o'ylayapti, zino qildi, o'ldirib qo'yapti meni deb. Tushunolinglar shu narsani. Nimaga unaqa bo'ladi? Rosa o'ylandim men. Nimaga itdan qo'rqdim? Shu kungacha itlardan qo'rqmardim, umuman qo'rqmardim men. Itlar bunaqa katta it ko'rmardim даже. Keyin tushundimki, shu kunlari 10 kun ichida shu tush ko'rgan paytlarim. Tushimda qattiq ko'p narsani o'ylanib oldim. Ko'p narsani o'ylandim. Bo'lib o'tgan narsalarimni, hayotimdagi, kelajakdagi g'amlarimni, ishlarimni, hamma odam o'zining g'ami bo'ladi. Pul oladigan joyi bo'ladi, pul beradigan joyi bo'ladi. Ba'zi bir odamning oldida mas'uliyatlari bo'ladi. Ba'zi bir bitmagan ishlari, orzulari bo'ladi, qilgan xatolari bo'ladi. Hamma odamda shu narsani ko'p o'ylanib oldim. Men sizlarga o'zim aytib turib, o'zim qanaqa qilib shu o'yga ketib qolgan o'zim bilmay qoldim. Joy istayapman, joyim chiqmayapti, bir bo'lmayapti, unga ham nerv bo'ldim, subhanalloh. Qachon joy chiqar ekan deb, nima bunaqa bo'lib qoldi ekan deb. Har tomonlama o'yladim. O'ylab o'yga botib qolgan paytimda tushim shu kirdi. Chunki tushdim, hali odamdan qo'rqdimda, u odam go'yoki meni xabar olgani kelgandek bo'ldi. Men kelib, hech narsa qilmadi-da. Nima qilib qarab qo'ydi-da, itiga ketdi dedi, ketishdi. Endi bugun ko'rgan tushim aytaman sizlarga. Ashundan keyin shab o'zim ushadim-da, bo'ldi dedim. Cho'ta men nito ish qildim, o'zim ushashim kerak dedim. Hamma odamga o'zim davlat tushmaylar deb turib, men o'zim tushsam bu g'alati bo'lib qoladi. Men doim masjidda ham bir hadisni aytishni oldin, birinchi o'zim amal qildim, keyin gapirardim. Bugun tush ko'rdim. Tushimda ikkita folbin. Endi bizga ham folbinlar sehr qiladi-da. Birinchi o'sha bizga qiladi-da. Qanday? Sizlarga qilib turib bizga qilmay qo'yadi. Bizga ham qiladi. Albatta bizga biroz zakaz bermaydi-yu, zakaz berganlar ham bordir, xudo biladi. Nimaga? Yo'q. Xullas ikkita folbin. Bittasi hali tushimda birinchi ko'rdim-u, sariq tanli erkak kishi. Yo'g'on, bo'y uzun. Shu. Ikkinchisi prostoyroq folbin. Bu ham erkakka o'xshaydi menga. Bu ikkinchisi buni kattasi shunaqa ixlos qiladi ekan-da, ixlos qilib yaxshi ko'rib nima qiladi ekan. Ikkosi chekkaga chiqqandan keyin men aliga chekkadan qarab turibman ikkosini. Katta folbin, mana kichkina folbinni o'ldirib qo'ydimi, qatirib qo'ydi, bir narsa qilib qo'ydi, bunday qilib qatib qoldi. Bir narsa qilib qatirib qo'ydi. Keyin buni folbinni oldida men eng kuchli dedim, 3 ta katta hayvonlarni ko'rdim. Bularni qo'rqmayapman, biroz qarab o'tiribman, xotirjamman, hech narsa bo'lmayapti. Uchov hayvoni gapiryapti. U hayvonlar shunaqa ko'p yashagan hayvonlar ekan, juda ko'p yashagan. Bilinib turibdi-da, juda ko'p yashagan.
folbin kuchliligini bildiradi. Hayvonlarni u ham hayvon, jin hayvonlardan bo'lib, ular ham kuchli, normalniy folbin. Hazakan folbin emas. Lekin shunda u folbin boshida mana qilib ders kelgan bo'lsa, monasi уже sal pastroq turibdi, o'zi bilan o'zi ovora. Shu uchta hayvonlarni ko'rdim. Bu hayvonlar gapiryapti. Bu kuchliligini bildiradi. Folbin degan baxshi degan. Keyin nima qildim? Bir oyat o'qidim. Qay oyatni bilmayman. Bismillah dedim, bir oyat o'qidim-da, xullas oyat o'qidim. Bismillah deb, bundan bir narsani to'sgandek bo'ldim. Shuni menga qilgan jo'natgan shamollari o'ziga urganini his etdim. Keyin yo'q bo'lib ketdi. Ko'ryapsizmi? Narigi tushunman, bu tushimda o'rtasida farq nima deganini men o'zim ushladim. Shuniga tushunmadim. Ba'zi odamlar urishkim keldi, ba'zi narsalarga g'ashim keldi, ba'zi narsalar qilishni xohlamadim. Lekin yo'q, men qilishim kerak. G'ashim kelgandan bo'lib yaxshi gapirdim, g'ashim kelgan odamlarga. Ishim qiyin kelmasa majbur qildim. Zalga chiqim kelmasa majbur chiqdim. Promofil qiyin kelmasa majbur qildim shu narsalarni. Bizga ham sinlar keladi. Tush o'zgardi. Nachi Alloh aytayapti, sen bandam to'g'ri ketyapsan, yaxshi ketyapsan. Ular o'zi yutkizyapti degan narsani bildiradi. Sizlar ham xuddi shunaqa. Men hech qachon birovga sehr qaytara olmayman, hech qachon qaytara olmayman. Men faqat dam solaman, dam solganda Alloh taolo o'zi qaytaradi. Men hech qachon odam sehr birovga qaytara olmayman. Shuning uchun sizlar ham tushunmanglar, hech qachon tushunmanglar. Только вперед. Hani gazni bosing deydi-yu, shuni gazni bosish kerak.